Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarga pul qaytariladimi? Pensiya indeksatsiyasi nima? Kimga qo'shimcha pul tegishi mumkin? Kim esa bekorga navbatda yurmasligi kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo buyimiz yoki pensiya yoshiga yaqin inson bor. Eng achinarlisi, ayrim odamlar hamma pensionerga katta pul qaytarilar ekan. Indeksatsiyada hammaga qarzdorlik chiqibdi. Pensiya jamg'armasi yashirib kelibdi degan gaplarga ishonib sarson bo'lyapti. Men bugun shu gaplarning qayeri rost, qayeri noto'g'ri, qayerda chindan ham pulni talab qilish mumkinligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni bilmaslik pulingizni yo'qotishga, ortiqcha asab va vaqt sarflashga olib kelishi mumkin. Men avval eng asosiy tushunchani aniqlab olay. Pensiya indeksatsiyasi degani bu pensiyaning ma'lum davrlarda oshirilishi, ya'ni inflyatsiya, narx-navo o'sishi, ish haqi yoki davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy me'yorlar o'zgarishiga qarab pensiya miqdorining qayta ko'rib chiqilishi. Oddiy qilib aytsam, kecha 20 million so'm pensiya olayotgan odam ertaga avtomatik ravishda 20 million 7 ming yoki 20 million 7 ming so'm olishi mumkin, agar tegishli farmon yoki qaror bilan pensiyalar oshirilsa. Lekin bu yerda muhim nuqta bor. Indeksatsiya har doim ham o'tgan yillar uchun pul qaytariladi degani emas. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Pensiya oshirilsa, odatda oshirilgan miqdor belgilangan sanadan boshlab to'lanadi. Masalan, agar pensiya 1 iyuldan oshiriladi deyilsa, siz iyul oyi uchun yangi miqdorni olasiz. Lekin bu avtomatik ravishda yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun oylarining ham farqi qaytariladi degani emas. Faqat qaror yoki hujjatda falon sanadan boshlab qayta hisoblanadi deb aniq yozilgan bo'lsa, o'sha sanadan keyingi farq to'lanishi mumkin. Mana shu yerda aldov fosh bo'ldi degan gaplar paydo bo'ladi. Aslida aldov ko'pincha shunda. Kimdir odamlarning huquqiy savodsizligidan foydalanib, sizga 5 million so'm qarzdorlik bor. Ariza yozsangiz hammasini olib beraman. Mening tanishim bor. Pulingizni chiqarib beradi deb pensionerlardan pul oladi. Men buni ochiq aytaman. Hech qachon begona odamga pasport nusxangizni, plastik karta ma'lumotingizni, SMS kodini bermang. Pensiya masalasida ariza topshirish uchun vositachi shart emas. Siz o'zingiz pensiya jamg'armasi bo'limiga yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga yoki mahalladagi mas'ul xodimlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Asosiy qism 1. Kim nimani bilishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Endi men eng ko'p uchraydigan holatlarni birma-bir tushuntiraman. Birinchi holat, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan pensioner. Masalan, Rahima opa 2022 yildan beri yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lgan. Keyin indeksatsiya sabab 1 million 320 ming so'mga oshgan. Agar oshirish sanasi maydan belgilangan bo'lsa, Rahima opa may oyidan boshlab 1 million 320 ming so'm oladi. Bu yerda oldingi oylar uchun avtomatik qaytariladigan pul bo'lmasligi mumkin. Agar unga aprel oyida ham yangi miqdor berilmagan bo'lsa, aprel uchun farqni talab qila olmaydi. Chunki qonun kuchga kirgan sana may bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat, pensiyasi noto'g'ri hisoblangan odamlar, mana bular haqiqatdan ham tekshirtirish kerak. Masalan, Karim aka 35 yil ishlagan, lekin pensiya hisobida faqat 28 yil staj ko'rsatilgan. Yoki 1995-2000 yillardagi ish haqi ma'lumotlari kiritilmagan. Yoki korona tugatilgan, arxiv hujjatlari vaqtida topilmagan. Shunday vaziyatda Karim akaning pensiyasi kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar keyin hujjatlar topilsa va staj yoki ish haqi tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Ana shunda ayrim hollarda o'tgan davr uchun farq pul ham chiqishi mumkin. Lekin bu hamma pensionerga pul qaytariladi degani emas. Bu faqat hisob-kitobda xato yoki yetishmayotgan hujjat bor odamlarga tegishli. Uchinchi holat, ishlayotgan pensiyalar. Ayrim pensiyalar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ular ko'pincha men ishlayapman, demak pensiyam har yili o'sishi kerak deb o'ylaydi. Bu masala tartibga bog'liq. Ishlagan davr uchun qo'shimcha staj, sug'urta badallari yoki ish haqi ma'lumotlari pensiyani qayta hisoblashga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik va hammaga bir xil bo'lmaydi. Masalan, Sobir aka pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil ishladi. U o'ylaydi, demak menga 3 yil uchun katta qo'shimcha berishlari kerak. Lekin pensiya qayta hisobida faqat qonunda belgilangan shartlar bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Agar
uning oldingi pensiyasi maksimalga yaqin bo'lsa yoki qo'shimcha ish haqi ta'siri juda kam bo'lsa, oshish juda kichik bo'lishi mumkin. 4-holat nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu toifadagi odamlarda ham indeksatsiya bo'ladi, lekin to'lov miqdori nogironlik guruhi, mehnat staji, boqimandalar soni, minimal me'yorlar, ijtimoiy nafaqalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, bir oilada boquvchisini yo'qotgan 2 nafar bola bor. Ularning nafaqasi yoki pensiyasi ma'lum me'yor asosida hisoblanadi. Davlat tomonidan eng kam pensiya yoki nafaqa miqdori oshirilsa, ularning to'lovi ham oshishi mumkin. Lekin agar ijtimoiy nafaqa turi boshqa mezon bo'yicha belgilangan bo'lsa, indeksatsiya boshqacha qo'llanadi. Shu sababli qo'shnimniki oshibdi, meniki ham shuncha oshishi kerak degan taqqoslash har doim to'g'ri emas. 5-holat kam pensiya olayotganlar. Bu odamlar albatta o'z holatini tekshirtirish kerak. Masalan, Zulfiya opa 30 yil ishlagan, lekin bugun juda past pensiya olyapti. U hamma shunday olayapti deb yurmasligi kerak. Men bunday odamlarga har doim aytaman, pensiya ishingizni bir marta to'liq tekshirtiring. Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuv kiritilganmi? Arxivdan ish haqi ma'lumoti olinganmi? Tug'ruq ta'tili, bolani parvarishlash davri, harbiy xizmat, oliy o'quv yurti davri yoki boshqa hisobga olinadigan davrlar noto'g'ri tushib qolmaganmi? Bularning hammasi tekshiriladi. Bitta yetishmagan hujjat pensiyangizni oyga 100 ming, 200 ming, hatto undan ko'proqqa farqlantirishi mumkin. Agar bu farq bir necha yil davomida to'lanmagan bo'lsa, qonuniy tartibda qayta hisob-kitob masalasi ko'tariladi. Endi aniq raqamli misol qilaman. Deylik, pensionerning hisobga olingan ish staji 25 yil deb yozilgan. Aslida esa arxivdan ma'lumot topilgach, staji 32 yil bo'lib chiqdi. Bu 7 yil farq degani. Pensiya formulasi bo'yicha staj va ish haqi ta'sir qiladigan bo'lsa, uning pensiyasi 1 million 400 mingdan 1 million 600 mingga oshishi mumkin. Oyiga 200 ming so'm farq. Agar qayta hisoblash huquqi 6 oy oldin paydo bo'lgan bo'lsa, farq 1 million 200 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar xato davlat organi aybi bilan uzoqroq davom etgan bo'lsa, alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Lekin yana ta'kidlayman, bu hamma uchun emas, faqat hujjat va hisob-kitob bilan isbotlangan holat uchun. Yana bir misol, Akmal aka pensiyaga chiqqanda ish haqi ma'lumoti past davrdan olingan. Keyin u boshqa yillarda ancha yuqori maosh olganini tasdiqlovchi arxiv hujjatlarini topdi. U pensiya bo'limiga murojaat qildi. Qayta hisoblanganda pensiya oyiga 1 ming so'mga oshdi. Bu yerda ham indeksatsiya qarzdorligi emas, balki ish haqi ma'lumotlari asosida qayta hisoblash natijasi. Odamlar esa buni aralashtirib yuboradi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshgan bo'lsa ham plastik kartaga tushgan pulni tekshirish kerak. Ba'zan pensioner menga oshmadi deydi. Lekin aslida bir qismi qarzdorlik, aliment, kredit, ijro hujjati yoki bank ushlanmasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat kartaga qancha tushdi deb emas, pensiya tayinlangan miqdori qancha deb so'rang. Pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma olib, unda pensiyaning umumiy miqdori, ustamalar, ushlanmalar, oy to'lovlar ko'rinishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, minimal pensiya oshdi. Demak, mening pensiyam ham shuncha foizga oshadi degan fikr doim to'g'ri emas. Pensiyalar turli tarkibdan iborat bo'lishi mumkin. Bazaviy qism, stajga bog'liq qism, ustama, kompensatsiya, ijtimoiy to'lov. Ayrim oshirishlar faqat ma'lum toifaga taalluqli bo'ladi. Masalan, eng kam pensiyani minimal darajaga yetkazish bo'yicha qo'shimcha berilsa, allaqachon undan yuqori pensiya olayotgan odamga bu qo'shimcha tegmasligi mumkin. Shu sababli qo'shningiz 1000 so'mga oshib, sizniki 9000 so'mga oshgan bo'lsa, bu albatta xato degani emas. Lekin shubha bo'lsa, albatta yozma tushuntirish talab qilish kerak. Uchinchi nozik jihat, ariza sanasi muhim. Ko'pchilik men hujjatni 3 yil oldin topshirishim kerak edi, endi topshirsam ham 3 yilnikini qaytarishsin deydi. Har doim ham bunday bo'lmaydi. Ba'zi to'lovlar murojaat qilingan kundan boshlab belgilanadi. Ba'zi holatlarda esa huquq paydo bo'lgan asosan qayta hisoblanadi. Bu aynan to'lov turiga, hujjatga va kechikish sababiga bog'liq. Shu sababli pensiya masalasida vaqtni cho'zish yomon. Hujjat topildimi, xato ko'rdingizmi, darhol ariza bering. Og'zaki gap bilan kifoyalanmang. Kelasi oy keling, hozir tizim ishlamayapti. Baribir chiqmaydi degan gaplardan keyin ham yozma ariza topshirish huquqingiz bor. 4-nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuvlar hamma vaqt yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, korxona nomi o'zgargan, muhr noaniq.
ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shagan sana yo'q yoki lavozim yozilmagan. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi talab qilinadi. Ayrimlar daftarcham bor-ku deb hayron bo'ladi. Ha, daftarcha bor, lekin undagi ma'lumot aniq va tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ayniqsa eski yillardagi yozuvlarda xato ko'p uchraydi. Shu xatolar pensionerning puli kamayishiga olib keladi. 5-nozik jihat xorijda ishlagan davrlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davr pensiyaga qo'shiladimi? Qanday qo'shiladi? Qaysi shartnoma asosida hisoblanadi? Bular alohida tartibga ega. Men 10 yil chetda ishlaganman, hammasi qo'shilsin deyishning o'zi yetarli emas. Rasmiy ishlaganlik, badal to'langanlik, davlatlararo kelishuv tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Agar hujjat bo'lmasa, bu davrni isbotlash qiyin bo'ladi. Shu bo'yicha chet elda ishlaganlar albatta oldindan hujjat yig'ishi kerak. 6-nozik jihat firibgarlar. Bugungi mavzudagi eng xavfli tomoni ham shu. Telefon qilib, sizga pensiya indeksatsiyasidan 3 million so'm qaytadi. Kartangiz raqamini va SMS kodini ayting deyishlari mumkin. Yoki Telegramda pensionerlar ro'yxatdan o'tsin, davlat pul qaytaryapti degan soxta havola tarqatiladi. Men sizga qat'iy aytaman, davlat organlari sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya puli tushishi uchun hech kimga oldindan komissiya to'lamaysiz. Agar kimdir avval 100 ming tashlang, keyin 5 million chiqarib beraman desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. 7-nozik jihat. Indeksatsiya bilan kompensatsiyani adashtirmang. Indeksatsiya pensiya miqdorining oshirilishi. Kompensatsiya esa ayrim xarajatlar, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat yoki boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zan bir paytda bir nechta to'lov bo'ladi. Odamlar esa hammasini pensiya oshdi deb o'ylaydi. Keyingi oyda kompensatsiya bo'lmasa, pensiyani kamaytirishdi deb o'ylaydi. Aslida doimiy pensiya boshqa, bir martalik qo'shimcha to'lov boshqa. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya bo'yicha pul qaytarilishi mumkin deb o'ylasangiz, nima qilasiz? Birinchi qadam, kartaga tushgan pulga qarab xulosa qilmang. Eng avval pensiya miqdori bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar imkon bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali hamma ma'lumotlarni tekshiring. Murojaatda mening pensiyam qanday hisoblangan, qaysi staj davrlari kiritilgan, qaysi ish haqi davri asos qilib olingan, qanday ustamalar qo'llangan, indeksatsiya qaysi sanadan hisoblangan deb aniq so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjat, diplom yoki o'qish davri bo'yicha hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol kishining familiyasi turmushdan keyin o'zgargan bo'lsa, eski hujjatdagi familiya bilan hozirgi pasportdagi familiya bog'lanishi kerak. Bitta shunday hujjat yetishmasa ham staj tan olinmay qolishi mumkin. 3-qadam, yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yetarli emas. Arizada shunday mazmun bo'lsin: mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, barcha ish staji va ish haqi davrlarini tekshirishingizni, indeksatsiya ustamalar to'g'ri qo'llangan qo'llanmaganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshirish yaxshi. Bittasi ularda qoladi. Ikkinchi nusxaga qabul qilingan sana kirim raqami qo'yiladi. Agar elektron yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 4-qadam, javobni kuting va tahlil qiling. Javobda hammasi to'g'ri deb yozilgan bo'lsa ham, unda asoslar ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi yillar kiritilmagan, nima sababdan kiritilmagan, pensiya qaysi formulaga ko'ra hisoblangan, indeksatsiya qaysi sanadan qo'llangan. Agar javob umumiy bo'lsa, yana aniqlashtiruvchi murojaat yozing. Menga tushuntiring degan huquqingiz bor. 5-qadam, arxivga murojaat qiling. Ko'p muammo aynan arxiv hujjatlarida. Eski zavod, kolxoz, shirkat, maktab, shifoxona, qurilish tashkiloti, savdo korxonasi allaqachon yopilgan bo'lishi mumkin. Lekin hujjatlar davlat arxivida yoki voris tashkilotida saqlanishi ehtimoli bor. Arxivdan ishga qabul qilinganlik, bo'shaganlik, lavozim, ish haqi, buyruq raqami, shaxsiy hisob varaqalari bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Agar arxivda hujjat topilmasa, sud orqali ish stajini tasdiqlash masalasi ham bo'lishi mumkin, lekin bu alohida jarayon. 6-qadam, agar xato aniqlansa, qayta hisoblashni talab qiling. Bu yerda hissiyot bilan emas, hujjat bilan gaplashish kerak.
Men ko'p ishlaganman deyish yetarli emas. Mana 1998 yildan 1996 yilgacha ishlaganimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi. Mana ish haqi ma'lumotlari shu davrni pensiya hisobiga qo'shib qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Agar qayta hisoblash natijasida farq chiqsa, uni qaysi sanadan to'lash masalasini ham yozma ravishda so'rang. 7-qadam. Rad javobi bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval tuman bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat boshqarmasiga yoki tegishli respublika organlariga murojaat qilish mumkin. Zarur bo'lsa, sudga murojaat qilish huquqi ham bor. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlaringizni tartibga keltiring. Rad javobini oling, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Sudda menga shunday deyishdi emas, hujjat va dalil ishlaydi. 8-qadam. Yaqinlaringizga tushuntiring. Ayniqsa yosh katta odamlar firibgarlarga ishonuvchan bo'ladi. Onangiz, otangiz, buvingizga ayting, SMS kodini hech kimga bermang. Bank kartani suratga olib yubormang. Telegramdagi noma'lum havolaga kirmang. Pensiya puli qaytyapti degan e'longa ishonib to'lov qilmang. Agar chindan ham davlat tomonidan pul berilsa, bu rasmiy manbalarda e'lon qilinadi va ariza tartibi aniq bo'ladi. Endi kim xavotir olmasin degan savolga ham javob beraman. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar to'liq kiritilgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin belgilangan sanadan boshlab oshgan miqdorni olayotgan bo'lsangiz, kartangizdan ushlanma bo'lmasa, sizda katta qarzdorlik chiqishi ehtimoli past. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya hisobingizni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki qonunlar, minimal me'yorlar, ustamalar o'zgarib turadi. Kim albatta tekshirtirsin deganda esa men quyidagilarni aytaman. Staji ko'p bo'lsa ham kam pensiya olayotganlar, mehnat daftarchasida eski, noaniq yozuvlar borlar, korxonasi yopilib ketganlar, pensiyaga chiqqanda hujjatlari to'liq bo'lmaganlar, chet elda rasmiy ishlaganlar, nogironlik guruhi o'zgarganlar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha bolalar, soni yoki maqomi o'zgargan oilalar, ishlayotgan pensionerlar, familiyasi o'zgargani sabab hujjatlari mos kelmay qolganlar. Mana shu toifadagi odamlarda pensiya qayta ko'rib chiqilganda farq chiqishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuda eng asosiy haqiqat shuki, pensiya indeksatsiyasi bor, pensiya oshirilishi bor. Ayrim odamlarga qayta hisoblash natijasida pul farqi ham to'lanishi mumkin. Lekin hamma pensionerga pul qaytariladi. Hammaning pensiyasida yashirilgan qarzdorlik bor degan gaplarga ko'r-ko'rona ishonmang. Pulni faqat hujjat, qonuniy asos va rasmiy hisob-kitob bilan talab qilish mumkin. Agar pensiyangiz kamdek tuyulsa, hujjatlaringizni yig'ing, yozma ariza bering, staj va ish haqi ma'lumotlarini tekshirtiring, javobni talab qiling. Eng muhimi, firibgarlarga aldanmang. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu ma'lumotni albatta ularga yetkazing. Kommentariyada yozing. Sizning pensiyangiz indeksatsiyadan keyin oshdimi? Qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilganmisiz? Pul farqi chiqqanmi yoki yo'qmi? Tajribangiz boshqalarga juda foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men keyingi videolarda pensiya hisoblashdagi eng ko'p uchraydigan xatolar, stayni arxiv orqali tiklash va yozma ariza namunalarini yana ham batafsil tushuntirib beraman.